Kayfiyating yaxshimi? Senga ko'proq o'rtoqlaring bilan ko'chada o'ynash yoqadimi yoki oila a'zolaring bilan birga gaplashib, ovqatlanib o'tirishmi? O'yini bilan ovqatlaniyoruz, Adijon bilan ovqatlaniyoruz, gaplashib. Barakalla. Xo'p. Senga o'yinchoqlaring ichida eng yaxshi ko'rganing qaysi? 2000 years later. O'yinchoqlarim yo'q. Senga eng ko'p qaysi fan yoqadi? Taekwondo, Yanachi? basda. Xo'p, Ibrohimjon o'yinchoqlarim yo'q deding-a? Senga qanaqa o'yinchoq sovg'a qilishganda xursand bo'lgan bo'larding? Vertolyot, samolyot. Senga qanaqa ovqatlar, mevalar yoqadi? Ovqatdan narsalar yoqadi. Mevalardan olma yoqadi. Ota-onang seni kim bo'lishingni istashadi? Kelajakda. Ishchi. Qanaqa? Ishxonaga boraman. Pul ishlab kelaman. Xo'p, o'zing kim bo'lishni istaysan? Qaysi kasb egasi bo'lishni istaysan? O'zimning ish bo'lsa. Qanaqa ishchi? Xo'p, Ibrohimjon, eng katta orzuying nima? Mashina. Qanaqa mashina? BMW. Pullaring ko'p bo'lib ketadi-yu, hali katta bo'lganingda. O'shanda nima qilasan? O'zimga beraman, otajonga beraman.